Всем привет, do'stlar. Men kanalimga xush kelibsizlar do'stlar. Men kanalimdagi video bugun unpacking check bo'ladi, ya'ni raspakovka. Oldindan negativga aytib qo'yaman. Bu yuzimdagi ugri emas. Bilaman, shuni ham bir balo qilib topib yozasizlar sizlar kommentariyada, shuni bilaman shuning uchun. Bu meni yuzim kuyib qoldi. Ya'ni bu yo'llari ham kuydi, ko'zim oldi kuygandi, ketib qoldi. Ancha-muncha vaqt ketdi unga ham, shuning uchun qop-qora izlar bo'lib turganda. Bu hozir ko'chib, qizarib qolgani shuning uchun. Ugri deb shuni ham hali yozadi. Yuzingizni qarang, ugri bosib yotibdi, ugri chiqib yotibdi. Yana bir balo so'zlar chiqadi, короче. Mayli, unda men sizlarga raspakovka qilib, ya'ni men sumkamni obzor qilmoqchiman ichini. Bu meni o'tgan yilgi sumkam. Ya'ni ichida narsalar qolib ketgan. Yana короче, ichida narsalar qolib ketganda, buning ichida har balo bor, bilaman. Chunki hamma narsani tiqib tashlaganman. Shu buni changligi ko'ryaptimi sizlarga bilmadim, lekin bu chang sizlarga yaxshi ko'rinmas ekan. Короче, chang bosib yotganini o'zinglar ham bilsanglar bo'ladi, lekin kamerada changligi ko'rinmayapti. Mana bunday qilsam o'zi ajralib turibdi mana rangi. Ko'rinmayapti-yu, qanday qo'lim. Короче, shu popkamda birinchi katta joydan boshlaymiz. Xo'sh, mana popkamdan nimalar chiqdi? Daftarlarni solib tashlagan bilaman. Bu atlas. Geografiyada. Rasm daftarim. Hozir buni ham ichini ko'rsatib o'tib ketaman. Adabiyot daftarim. Ishoninglar, shu to'lmagan, hech to'lmagan. Mana. Yozgan teskari ko'rinyapti, chunki oldi kamera bo'lgani uchun. O'tgan yilgi yozig'im chiroyli bo'lgan ekan bu yilga nisbatan. Короче, daftarni menimcha to'ldirmaganman. Yana ichida mana shu daftar. Bu hammasi fan daftar. Ona tili, matematika, tarix, rus tili, geometriya. Bu qanaqa daftar ekan? Bu sinf ichi daftar. Bir betgina yozilgan. Qolgani top-toza mana. Bir bet. Qolgan top-toza bo'lyapti. Shunaqa. Geografiya daftarim. Fizika, geografiya bu anaqa atlas ekan. 2 marta deb o'ylamayman. Bu Chernovik ekan. Bu ukamning daftari menga qo'shib qo'ygan ekan. Qaysi tarafiga yurilib ketganmi bilmayman, короче, o'sha yozgan varog'im bor ekan. Yana qaysi daftarimga yirtib olishganmi bilmadim, biologiyami yo'q. Lekin yozgan ekanman hamma narsani, shuni bildim. Ya mana biologiyani yozasang biologiya. Ya. Shunday qilib siz yozganman-da, qaranglar. Bizdan ustoz jazo sifatida bitta narsani qo'llaganlar, biologiya ustozimiz kim gapirsa 2000 dan qo'shadi deganlar. Bir xil paytlar. Ya'ni bu ehson puli. Ehson puli. Короче, men ustiga shunaqa yozib qo'yganman va kim gapirganda o'shada berib ketadi. Так что buni men ehson qutiga tashlab yuborishim kerak ekan. Menda 12000 so'm pul bor ekan. Xudo xolasa ertaga ehson qutiga tashlab ketaman. Bu meni xayolimda yo'q. Bo'lmasam bilganimni tashlab yuborar edim allaqachon ehson qutiga. Bu meni esimda yo'q edi. Buni chetga olib qo'yamiz, berib yuboramiz. Biologiya ustozi qildirganlar buni. Xo'sh, bu musiqa daftarim. Ustiga titilmagan. Bu kamera daftari kelib qopti menga. Ingliz tili daftarim. Bu kimyo ekan. Bittada elementlardan bo'lsa ham bo'ladi. Qani, ko'rinotim-da. Bittasi teskari, bittasi o'ng. Mana. Men buni xato qilib qo'yganman. I deb o'ylaganman birinchi. Короче, qo'yganlari. Natriy. Kaliy, kalsiy, yana shunaqa narsa. Короче, mana shunaqa qildirganlar o'yin qilish uchun. Mana shunaqa to'talida hammasini yozib chiqamiz. 20 ta element bor. Короче, taxlab qo'yardik-da. Ustoz bitta element nomini aytardilar. Bizda keyin o'shani taxlab turgan joyimizga kim birinchi ko'tarishi kerak, kim oxirgi ko'tarsa, sinf bo'yicha o'sha o'yindan chiqib ketardi. Короче, oxirida qo'ygan 5 olardi. Bu ham bir qiziqtirish uchun o'yin edi. Ya'ni elementlarni tezroq yodlab olish uchun. Kimyoda ustoz umuman konspekt qildirmaydilar, faqat o'zlari aytadilar, kerakli joylarini o'zimiz yozamiz. Lekin o'sha bir bo'yichadan misol masalalar ishlaymiz va miyamizga bittadan kiradi. Agarda konspekt qiladigan bo'lsak, boshqa hech narsani tushunmaymiz, to'g'risi. Faqat to'ldirib yozdirganlar. И вот, yana nima bor? Tagida hech narsa yo'q ekanmi? Bunaqangi ichki cho'nchaklarda ham yo'q. Xo'sh, mana bunaqa joyda orqa cho'nchak bor, bunaqa. Bunaqa bo'lma.
Buni ichida bitta bunaqa mishki degan shokoladni qog'oz chiqib keldi. Musor. Men cho'lkamni gapirmanglar negativchilar. Men endi boshimni yuvdimda sразу video tushiryapman. Chunki soat 22 ko'rinayotgan bo'lsa 56. Так, вот. Bu yerda hech narsa yo'q. Mana bunaqa o'rta joyini ochamiz mana. Bu yerda paket, aygan paket. Вот qalam. Mana atlasim. Esimdan chiqib qolibdi mana atlasim borligi. Adres. Buni ham negativ olmaydi. Короче, shunaqa adres nimacham bor. Pushta. Tak, вот. Mana bunaqa ruchkadan menda ikkita bor edi. Bittasini sinfdoshimga berib yuborganman, ishlatuvdim, chunki so'raverardi mendan. Tak, bu ikkinchisi yangi olganim, lekin mashincha ishlatilgan. Hali yangidek turibdi. Почти ishlatmaganman ham. 1 yilda ochdi уже bunga. Qalamlarim ham o'sha. Menga ichida nimalar chiqib keldi? Razmer o'lchashga, chunki bir marta razmer o'lchaganman. O'sha qolib ketgan ekan, esimda ham yo'q bu вообще-то. Так, bu meni oldingi sarafanimdan remeni. Shunaqa. Xo'sh, и вот bunaqa jasmin bilan olganmiz oldin. Birga taqishga, mana shunaqa magnitli bo'lgan. Tak, buni magniti tushib qolgan menda. Bunga taqalgan. Tak, keyin bu yoqda zapasni rezinka olib berdim, lekin bunaqa rezinka qatdan kelgan bilmayman. Sillarim tushib qolgandir balki. Chunki bunaqa rezinka ishlatmas edim, bilaman. Вот, bo'ldi, tugadimi? Menda mashincha qalam chiqdi. Qolgani qayerda buni? Yokida meni ko'pkamdan ukam olgan. Почти hammasi yana yangidek turibdi-yu. Bilan uzunligi. O'sha. Короче, mana ko'p narsa ishlatilmagan. Lekin bu yil konservalar ham hech narsa qilmadik. Chunki menga hech narsa kerak emas edi. Qalam kerak emas. Lineyka olmadim lekin. Chunki bor edi, sirkulab turibdi naryoqda. Yappa yangi, hali emas. 2-3 marta ishlatdim. Boshqa ishlatmaganman. Xo'sh, mana bunaqa joyida, menda bunaqa joyida bor. Mana yopilib turadi, lekin mana shunaqa joyida bor. Tamom. O'shani ham ochamiz, nimadir chiqib qolar. Bunaqa. Shunaqa narsalar taklifnomam nima bu? Adreslar yoziladi, nima deyiladi? Короче, deb, o'sha deb. Вот так. Mana shunaqangi qo'lga taqadigan bijuteriya bor ekan. Так что bor ekan. Mana bunaqa kichkina rezinka. Lekin kichkina rezinka mana shunaqa olib berardim. Kichkina. To'g'ri aytyapman. Va oxirgisi mana shunaqa kichkina joyi. Aytdim, o'zi ham qalamlarimni qo'ygani qayerda edi? Mana shu ekan. Bu yerda har bir bor. Nevidinka. Qalam kichkina bo'lib qolibdi bu qalam. Ruchka, qizil ruchka, ko'k ruchka. Keyin qizil ruchka yana, qora qalam. Qalam qizil ruchka va menda qanaqadir qog'oz bor ekan. Xat emas bu. Jasmin bilan men javob so'raganda ustozimiz javob berdim deb yozib berganlari. Jasmina Akmalga javob berdim deb ustozimiz kuratorimiz yozib berganlar. Tak, keyin mana shunaqa ro'yxat bor ekan menda yana. Bu yerda kitob topshirganlar. Kitobni o'zim chunki qabul qilgan ekan o'sha payt. Kim nechta olgan, o'shalarni kim nechta topshirdi? 15 ta, 11 ta, 14 ta, 12 ta, 13 ta shunaqa bo'lib chiqqanman. Keyin nechta kitob topshiribmiz kutubxonaga, o'shalarni yozganman. Tak, keyin menda mana shunaqa bijuteriya bor ekan yana. Bu ham qo'lga taqiladigan bunaqa. Вот. Bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q ekan. Men yana voy bu qalamlar bu yerga tushib ketibdi. Bu yerda ham tushib qolibdi. Mana uzugim. Men sevimli uzugimni yo'qotib qo'ydim deb yurdim. Buni bitta ko'zi tushib qo'yganda adashmasam. Tushib qo'ygan ekan mana. Eng oxirida lekin ko'rinmaydi. Hech narsa o'zida. Qaranglar.
Krasotка. Qaramayligida. Men sevimli o'zigim topildi. Mana shunaqa. Tak. Mana shunaqa chetlari ham qolib ketmasin. Bu yerda men musor solardim, lekin sop yurmasdan tozalab yurardim. Bu meni biskvit berdim oldin. Sevimli biskvitimni. Mana shunaqa qog'ozlari ekan. Salfetka, quruq salfetka bu. Plitka shokoladlarni anaqalar qog'ozlari. Mel bor ekan meni popkamda. Mel olib yurardim chunki. Sal turardi. Klasko uni turg'izatdi. Mel qani deydi. Mel. Men mel zavodim bormi? Просто o'sha uchun mel olib yurardim popkamga. Qog'oz yana. Shokoladni qog'ozi. Plitka. Bo'ldi, всё, boshqa hech narsa yo'q. Qani? Hech narsa yo'q bo'ldi. Men sizlarga hozir daftarlarim textasini ichini ko'rsatib ketaman. Ko'ringlar. Qaranglar, mana nima bu? Nima bu ahvol? Hamma joyga olib tashladim. Tak shu daftarlarim ichini ko'rsatib ketadigan bo'lsam, bu kimyo. Kimyoni qaranglar. Og'izlarim bo'g'ilib ketyapti. Chizratlar yetmagan paytimizda. Ishlatardilar misollar. Mana. Kimyoni juda ham yaxshi ko'raman, ustozim ham, chunki zo'r tushuntiradilar. Короче, mana. Bu yoqda tashlab ketganman. Короче, shunaqa. Mana shunaqa keyin kimyodan aytganimdek mana. Argon, litiy. Shunaqa mana albomim. Bu o'zimdan o'zim tavakkal chizgan. YouTube'dan ko'rib. Mana shunaqa logotip yasash berganlar shu shunda. Shunaqa. Bu o'zimga eng yoqmagan cringe rasm. Shunaqa. Men faqat bio tomoniga chizmayman, faqat bio tomoniga chizaman. Bu ona tilini usti. Bu ham yoqmagan menga. Короче, shunaqa. Oxirgi mencha naqsh bo'lgan shekilli, bu o'zimdan o'zim zeriksam mana shunaqa chizib o'tiraveraman. Короче, shunaqa. Agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like, подписка, kommentariy yozishni unutmanglar. Asliga пока.